bo'lsa. Nima? Quda? Kim quda? Mani hech qanaqa sanadaqa qudam yo'q. Mani o'g'limni boshini aylantirib olib. Endi mana bu singlingizni homiladorligini ko'rsatgani keldingiz mani oldimga? Ovozingni o'chir. 10 ta tug'ib bersa ham men qabul qilmayman buni. Ovozingni o'chir. Bir yerdan beri ovozim o'chirasiz. Tuqqan ona bu yerda qolib, meni bolamni egallab olishdi-ku bular. Shunda ham jim turaymi? Ovozimni o'chirib keldim. Nima bo'ldi? Mana ahvol. Biz sizni o'g'lingizni zo'rlab olib ketganimiz yo'q. O'zi yalinib bordi. Ha? Yalinib boradi-da. Mana bu singlingiz issiq sovuq qilgandan keyin itga ergashib boradi-da. Ey, og'zingizga qarab gapiring. Nima qilasan? Nima bo'ladi og'zimga qaramagan? Ey, xudoni balosi, onam o'lgan. Siz onangiz o'lgan bo'lsa, meni o'g'lim meni o'ldirib tashlab ketdi. Mana bu bezbetga ergashib ketdi. Shunda ham men jim o'tirayman. Sizni men quda deb hurmatingizni qilyapman. Hurmatingni pishirib ye. Yo'qol uyimdan. Bu meni uyim. Xohlaganimni gapiraman. Xohlaganimni chiqaraman. Yo'qollaring uydan. Mana bu qornini qappayib kelgan mana bu bezbet uyatsizni ham olib ket. Qaytib oyog'ingni bosma. O'g'limni oldida yaqinlashma. Beting bormi o'zi?